Assalomu alaykum aziz Navo telekanali muxlislari. Sizlar uchun yana Yurt ohanglari loyihasi efirda. Bugungi mehmonimiz Usmonjon Baxshi Abdullayev. Usmonjon, xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Xorazm dostonchilik an'analarida ilgari dutor bilan ijro etilgan, keyinchalik bola baxshi Qurbonnazar Abdullayev tomonidan shu tor cholg'isiga o'tib ketilgan. Bu an'ana ochiq ovozda ansambl jo'rligida mana Bolamon, doira, qo'shnay yoki tor jo'rligida ijro etiladi ochiq ovozda. Boshqa dostonchilik an'analaridan farqli o'laroq. Bu baxsh san'atiga siz qachondan qiziqish boshlangan, kimlarga havas qilgansiz, ustozlaringiz kim? Shular haqida bir batafsil aytib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum O'ktam aka. So'z boshidan avvalo bu yerga taklif bildirganingiz uchun sizga katta rahmat. Endi baxshichilik san'atiga girib kelishimiz avvalo ota-onam bo'ladi. Maktab vaqtlarida shu bir 7-8-sinf vaqtlarimizda shu opam bizani mana muzika maktabiga olib bordi. U yerda Amongardi Jumomurod degan ustozimizdan Qashqar rubobida o'qidim. Keyinchalik shu yerda palonchi baxshi konkursda birinchi o'rin olib kelibdi. Bu baxshi birinchi o'rin olib kelibdi, bu baxshi birinchi o'rin olib kelibdi deb men qatori tengdosh bolalarni aytib, shundan qiziqish boshlandi. Keyin men aytdim, ana dedim shu men ham bir baxshi bo'lsam-mikan, baxshichilik san'ati shundan yaxshi rivojlanib qo'yadir. Balkim shundan davom qildirsam, yo'lim shu baxshichilik yo'lida ketsa kerak. Degandan keyin onam shu o'zlarimizni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi Karimboy Atamurodov degan baxshi ustozimizga shogirdlikka bergan meni. Shu birinchi ustozim shu Karimboy Atamurodov ustoz. Karimboy og'a juda bir fidoyi baxshlardan. Shunday. Juda ko'p shogirdlari bor. Shunday. Karimboy Atamurodovning shogirdlari nafaqat shu Qo'shko'pirda, Xorazmda, boshqa hududlarda ham yashaydigan xorazmliklar shu Karimboy ustoz deb hurmat qiladi. Bilamizki, endi Xorazm baxshilari asosan dostonlar va termalar juda kam bo'ladi, lekin o'sha termalardan biri shu Xorazm o'lkam termasini juda ko'p baxshilar ijro etadi. Sizning repertuaringizda ham bormi? Xorazm o'lkam degan termasini ko'plab baxshilar ijro qiladi. Qolaversa shu butun tor chalib baxshilik qilaman degan har bir Xorazm baxshichilik san'atini vakillari bu dastonni biladi. Bular qatorida bizni ham repertuarimizda bor bu daston. Birinchi shu dostonlar aytishdan oldin aynan shu terma bilan boshlaydi. Biz ham bugun ko'rsatuvimizni aynan shu Xorazm o'lkam qo'shig'idan bir boshlasak. Marhamat. Baxshilar davrasin geçti o'zgacha, baxshilar davrasin fayzi o'zgacha. Baxshilar davrasi qizdirar bazm, shul sababdan go'zal ko'hna Xorazm. Qardoshlara aman güzel ey diyorim, bu meni chiroyli Xorazm o'lkam. Qadimina Qur'on mash'alay diyorim, bu meni chiroyli Xorazm o'lkam. Bu meni chiroyli Xorazm o'lkam. Hey! Baxshiları qildi daston ey namoyish, shoirlari qildi Sherxon ey namoyish, shoirlari qildi Sherxon ey namoyish. Bu meni chiroyli Xorazm o'lkam, bu meni chiroyli Xorazm o'lkam. Hey!
tüm dünyaya pervez. Bu men çıraylı Xorazm ölkem. Bu men çıraylı Xorazm ölkem. Şarkın Sencer mavi garbiye manaktır. Ortada örgeçli baktı parlaktır. İnsanlar birbirine inaktır. Bu men çıraylı Xorazm ölkem ey ölkem. Usmonjon ijro uchun rahmat. Xorazm ohanglari o'zgacha sozandalar bilan Xorazm o'lkamni ijro etdingiz. Bu qo'shiqni eshitgan odam bir Xorazmga borganday bir xayolan. Usmonjon mana shu Xorazm baxshilarini repertuarida Go'ro'g'li turkum dostonlar ham bo'ladi. Bozorgan dostonidan ham bormi? Kimni variantini o'rgangansiz aynan? Aynan shu Bolabaxshi Qurbonnazar Abdullayev variantida ijro qilganmiz Bozorgan dostonini. Siz kuzatganmiz mana shu Ro'zimbek Murodov aytgan Bozorgon dostoni bilan Go'ro'g'li turkum dostonlari bilan Bolabaxshi shogirdlari aytayotgan, keyingi an'anani davom ettirayotganlarni ijro uslubida farqi bormi? Farqi ko'pincha shu Ro'zimbek Murodov ko'pchilik tushunishi uchun masalan biza o'sha taraf deymiz-ku, Xorazmdan buyog'ini o'sha taraf deymiz-da. Sababi adabiycha gaplanadi, xorazmcha kam gaplanadi. Ro'zimbek Murodov butun O'zbekistonimiz tushunishi uchun adabiychaga yaqinlashtirib ijro qilganda, lekin Bolabaxshi ustoz varianti esa xorazmcha sadda londa aytilgan. Toza o'zi Xorazm shevasini saqlagan holda aytgan. Bir dostondan parcha eshitsak sizda unda. Bozorgan dostonidan. Bozorgan dostonida. Mayli. Kadım ötken zamanda iyili yurtu amanda. Türkmen elinde çandı bilinde. Göroğlu bir han bulup, ilge mihriban bulup, dosttan payını düşmandan kastını alıp, öz devri devranını sürüp öttü. Göroğlu Sultan günlerden bir gün, Osmanlı'daki yereşkara çıkıp, kik avlap, tavşan avlap, ölcelerini yigitlerine ulaştırıp verip, tenha özü meyhanasına girip, başından ötken geskellerini tarif tepsil kılıp oturttu. 18 üylü tekeli Türkmenim var, 24 bin üylü eylederim var. 40 yigitim yanımda bulsa algan yerimni aldım. Baskan yerimni bastım, urdum, kuştum, sürdüm, ermanım kalmadı deyip tariflenip bir söz aytırga yeri. 18 erçin at mindim, attin ermanım kalmadı. Zerdin düşekler üstünde yattım, ermanım kalmadı. Kılıçım bar yalap yalap, bu meydanını ittim telep. Dost kolundan gül şarap, içtim, ermanım kalmadıydı o. Sekiz erçin at mindim ey, attin ermanım kalmadı. Zerdin döşekler üstünde ey, yattım ermanım kalmadı. Yatar men erman kalmadı ey. Başladım ey Derbent'ten yıllar taşladım. Mindim Erep aduşladım ey, sürdüm ermanım kalmadı. Mindim Erep aduşladım ey, sürdüm ermanım kalmadı. Sürer men derman kalmadı ey, ey. Kılıçım var yalap ey, bu meydanda yittim telep. Kılıçım var yalap ey, bu meydanda yittim telep.
Dost kolundan gül gül şarap ey, içtim ermanım kalmadı. Dost kolundan gül gül şarap ey, içtim ermanım kalmadı. İçermen derman kalmadı ey. Tıllavcıgalı kalpağlısın, başı simruh tilpeklisin. Tıllavcıgalı kalpağlısın ey, başı simruh tilpeklisin. Gül oğlay tur gül pahalısın ey, sattım ermanım kalmadı. Gül oğlay tur gül pahalısın ey, sattım ermanım kalmadı. Sürdüm ermanım kalmadı ey. Bozorgan dostonini eshitdik. Aytganingizdek, shu sizni aytayotgan an'ana aynan shu Qurbonnazar Abdullayev, Otaxon Matayaqubovlar ijro etgan yo'lda variantini davomi bo'ldi. Endi yana qaysi dostondan biri parcha aytib berasiz? Hozirda yangi o'rganib yurgan Xirmondali dostonidan ijro qilib beraman. Marhamat, eshitdim. Bundan bardım Rumistan'a, Belent dağdan aşıp geldim. Gıyratım sürüp mestana, kanat baylap uçup geldim. Bir yar tuttum Rum elinden, kuçmuşem nazik birinden. Kasa berdi ağ kolumdan gülgül şarap içip geldim dedi o. Aşıp geldim ey. Gıyratım sürüp mestana, kanat bayla bey uçup geldim ey. Bir yar tuttum Rum elinden ey, kuşmuşen nazik belinden ey. Kalsa bir de kolumdan gül gül şarap ey, içip geldim ey. Maldin başına geçip geldim ey. Bir yarını yağına vardım, zevk-u safasını sürdüm ey. Başına geçip geldim ey. Ağdan açsam deli xırman, her bir söz yey dert kederman. Gül oğluda yoktur erman, cennet yolunu aşıp geldim ey. Gör oğluda yoktur erman, cennet yolunu aşıp geldim ey. Maldin başına geçip geldim ey. Go'zal ijro bo'ldi Usmonjon. Ijroni tingladik. Biz bilamizki, siz Xivada o'tkazilgan xalqaro baxshilar festivalida g'olib bo'lgansiz. Shu g'olib bo'lganingizda qaysi dostonlardan, qaysi asarlar ijro etdingiz siz?
Endi Xorazmda Oshiq Mahmud dastonini ijro qilganmiz. Chunki Oshiq Mahmud dastoni xalqimizga ko'p singgan. Oshiq G'arib Shohsanam dastonlarini ijro qildik. Sababi ijro uslubi insonlarni o'zina jalb qiladi. Jo'shqinligi, sevgi muhabbatligi ham insonlarni o'zina jalb qiladi va xalqimizga dim manzur bo'ldi. Oshiq G'arb dostonidan ham bir eshitsak. Ko'pchilik biladi, muxlislar ham kutadi. Shuni ijro etib bersangiz. Marhamat, Oshiq G'arib Shohsanam dastonining Ko'chdi voqeasini ijro qilib beraman. Ko'pchilik baxshilar aynan shu joyini aytishadi. Siz ham Xalqimiz ham manzur bo'ladi, muxlislarimiz ham menimcha yaxshi kerak deb o'ylaymiz. marhamat. Aşı garip kaynap coşup, içtin deryasına düşüp, senin bilen birge bulup gel yanıma sevayım ben dedi Garipcan. Garipcan sözünü aytkandan ki şahsanem kız aytadı. Amma süyüklü yarım Garipcan, ben bir kette padişahı adaklı duran kızman. İndi sen urunmalın neyde koysan şurinde koy dedi. İndi sen geç kaldın dedi. Şunda Garipcan şahsaneme karap, ey gözünden aylanın gülüzlü nigar, ben 7 yıldan beri seni cebri capayın çekip ben. Beri sana bir şappatin rummalın için gelgenim yok. Bana özün gereksen de şahseneme değdirip aytıp durgan sözü. Aşıklarını sırrı hakka ayandur. Bana seni yar gerek dünya gerekmez. Bu dünya diyenin bir bevafadır. Bana seni yar gerek dünya gerekmez dedi o. Aşıklarının sırrı hakka ayandur. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez ey. Bu dünya diyenin bir bevafadır ey. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez. Ah yar ey canından. Garip edim heykel koydular ey aldımlı. Kime aytay sinemdeki kaldım ey. Senem canım sen işit dil daldım ey. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez. Ah yar ey canından. Berçenin muradı öz yarı birsin. Her kim yarı bilen oynasın gülsün ey. Kimdir muhtaç bulsa asıl sürüsün ey. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez. Ah yar ey canından. Şu garip aytur bu sözün rastur ey can rastur. Bu dünya diyenin bir gün ebessür ey ebessür. Bir Allah'dan özge bana kim dostur. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez ey gerekmez. Ah yar ey Allah ey nazerin. Bana seni yar gerek ey dünya gerekmez ey gerekmez. Usmonjon, mana Oshiq G'arb dostonini tingladik, eshitdik, muxlislarga ham manzur bo'ldi. Muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa bir Endi muxlislarim
unchalik ko'p emas deb o'ylayman, lekin shunday bo'lsa-da barchangizga rahmat. Sog' salomat bo'ling. Mana shu yerda o'tirishimga sababchi bo'lgan ota-onamga katta rahmat, ustozlarimga katta rahmat. Barcha ashulalarimiz, ijrolarimiz sizlarga manzur keldi degan umiddamiz. Hammangizga rahmat. Ustoz sizga ham alohida rahmat. Sizga ham rahmat ko'rsatuvga tashrif buyurganingiz uchun. Ishlaringizga omad, ijodingizga baraka. Sog' omon bo'ling. Aziz muxlislar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yurt ohanglari loyihasida keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.